Ishtirokchilar tomonidan oshkora olib borilmaydigan, davlat va jamiyat tomonidan nazorat qilinmaydigan, soliqlar to'lanmaydigan, rasmiy davlat statistikasida qayd etilmaydigan iqtisodiy jarayonlar iqtisodiy faoliyat turlaridir. Ma'lumki, yashirin iqtisodiyot iqtisodiyotning kuzatilmaydigan yoki yashiriladigan noqonuniy asosga ega tarkibiy qismidir. Yashirin iqtisodiyot faoliyat qonunlar tartiblarini chetlab o'tgan holda soliqlar va majburiy to'lovlarni to'lamasdan noqonuniy foyda olishga yoki foydani oshirishga yo'naltirilgan harakatlar majmuasidir. Yashirin iqtisodiyot jamiyatda davlat boshqaruvi shakllanishining dastlabki davrlaridan boshlab mavj bo'lib, hozirgi vaqtga kelib dunyoning barcha mamlakatlari uchun dolzarb muammoga aylangan. Yashirin iqtisodiyotning rivojlanishi miqyoslari har bir mamlakatning rivojlanish darajasi, undagi ijtimoiy-iqtisodiy holatiga va iqtisodiyotni davlat tomonidan tartibga solish va boshqarish xususiyatlariga bog'liqdir. Shuning uchun har bir mamlakat iqtisodiyotida yashirin iqtisodiyotning o'rni va roli ham turlichadir. Tadqiqotlar va kuzatishlar shuni ko'rsatmoqdaki, yashirin iqtisodiyotning ko'lami rivojlangan mamlakatlarda birmuncha kamroq, rivojlanayotgan, shuningdek bozor iqtisodiyotiga o'tish maqsadida chuqur islohotlarni amalga oshirayotgan sobiq ittifoq mamlakatlarda kengdir. Shu boisdan yashirin iqtisodiyotning mohiyati, vujudga kelish va rivojlanish sabablarini, ijtimoiy-iqtisodiy taraqqiyotga ta'sirini, uning ko'lamlarini keskin kamaytirish, unga qarshi kurash masalalarini o'rganish, tadqiq qilish barcha davlatlar uchun dolzarb ahamiyatga egadir. Yashirin iqtisodiy faoliyat ko'rinmas shaklga ega bo'lib, uning turlari doimiy o'zgaruvchanlik, murakkablashib borish, nazorat bosqichlarini chetlab o'tish, turli yo'nalishlar orqali sodir etilishi kabi xususiyatlarni o'zida mujassamlashtiradi. Bu faoliyatni amalga oshirishda esa uning tarmoqlaridan biri bo'lgan korrupsiyadan foydalanish imkoniyatlari mavjud bo'ladi. Korrupsiya va xufiyona iqtisodiyot o'rtasida chambarchas aloqa mavjud bo'lib, ular ma'muriy to'siqlardan iborat umumiy ildizlarga ega va iqtisodiy xavfsizlikka tahdid soluvchi asosiy kuchlar hisoblanadi. Dunyo global iqtisodiyotining bir qismi bo'lgan O'zbekistonda ham iqtisodiyotni erkinlashtirish va biznesni legallashtirish bo'yicha amalga oshirilayotgan islohotlarga qaramasdan hamon yashirin iqtisodiy sektor yuqoriligicha qolmoqda. Mamlakatimizda makroiqtisodiy barqarorlik va iqtisodiy rivojlanishni ta'minlash bo'yicha ustuvor vazifalar muhokamasiga bag'ishlangan yig'ilishda ham yashirin iqtisodiyot to'g'ri ishlayotgan tadbirkorlarga katta to'siq ekanligi ta'kidlandi. O'zbekistonda yashirin iqtisodiyotdan davlat budjetiga 30 trillion so'm, yalpi ichki mahsulotiga 135 trillion so'm zarar yetkazilgan. Deyarli 11 mingta korxona hisobotlarda faqat bir kishini ishchi sifatida ko'rsatgan. Yashirin iqtisodiyotga qarshi kurashish ishlari samarasi pastligiga sabablardan biri yashirin iqtisodiyot va iqtisodiy jinoyatchilikka qarshi kurashish faoliyatining muvofiqlashtirish tizimini yo'qligi hisoblanadi. Hozirda iqtisodiyot va iqtisodiy jinoyatchilikka qarshi kurashish uchun mas'ul idoralar soni respublikada 14 ta bo'lib, ular faoliyatini muvofiqlashtirish tizimi mavjud emas. Ilmiy adabiyotlarda yashirin iqtisodiyotning paydo bo'lishi va rivojlanishida quyidagi iqtisodiy, ijtimoiy, huquqiy va siyosiy omillarni e'tirof etiladi. Bunda iqtisodiy omillar soliq yukining yuqoriligi, mamlakat moliya tizimining inqirozi va uning iqtisodiyotga salbiy ta'siri, naqd pulning nazораtsiz aylanishi, xususiylashtirish jarayonining nomukammalligi va mamlakatda halol raqobatning mavjud emasligi. Bu kabi omillar o'z-o'zidan tadbirkorni soyada faoliyat yuritishga undovchi yoki majburlovchi ta'sirga ega bo'ladi. Ijtimoiy omillar esa ishsizlikning yuqori darajasi, aholi turmush darajasining pastligi, aholi ishsiz qismining har qanday yo'l bilan daromad olishga intilishi va yalpi ichki mahsulotning ijtimoiy sohalarda notekis taqsimlanishi orqali namoyon bo'ladi.